Всем привет, man qadrli любимчиklarim, yaxshimisizlar? Men yana 1-2 kunlik tanaffusdan so'ng Farg'onaga yo'l oldim. 1-2 kunlik emas, menimcha 1 kunlik xolos. Shu sariq shimni kiymoqchi bo'ldim. Zo'rroq tartib topib oldim, bilmadim qaysi kunga soladigan. Shu shimni kiyib oldim, ustiga nima moslashni bilmadim. Buni o'zini koftichkasi bor, lekin u shifon bo'lgani uchun hozir menimcha soqataman deb bo'ladimi? Shu qora koftichkani kiyaman dedim-da, shartta kiyib oldim. Mana menimcha kombinatsiyasi normalniy joylashdi deb o'yladim. Men bitta bilmayman, men bukriga o'xshab turganman, egilib olib. Sochimdan keyin men bularni olib tashladim, lipochkami nima shunaqalarda. Bigudi, voy, bigudilarni olib tashladim-da, keyin hozir kelaman deb borib sochlarimni tarab chiroyli bo'ldi, atrim olib keldim. Shu atrimni borib tugamadi deb tugatib ham bordilar. Nejicha qopti shu atrim. Bu tugasa keyin skromniyroq, nejniyroq hid keladigan atir olamiz. Achki tanlalmadim, birinchi shuni taqdim bo'lmadi. Keyin bo'lsa atrofida sarig'i bor. Buni taqib ko'rdim, bu ham o'tirmadi. Hozir kelaman dedim-da, nima qilishni bilmasdan turib, bordim-da, borib Balenciagani olib keldim-da. Bitta taqib ko'rsam, vроде menga yoqdi, normal turdi. Balki kamerada yarashmaganga o'xshab turgan bo'lishi mumkin, lekin oynada qaraganimda chiroyli turdi. Keyin sumkamga sirroz narsalarimni soldim-da, oyog'imga shu nima bu tuflini kiyaman dedim-da, tuflim o'zi. Men ketdim dedim, xullas, paka.